Beh, 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 beh. Beh, 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 beh. O'rdaklar mana shu qaq etgan ovozni eshitib turibsiz-ku, mana shu ovozi birorta o'rdakda takrorlanmas ekan. Ya'ni hammasini ovozi o'ziga xos va bir-birini tanish uchun yordam berar ekan. Qarang, mana shu ovozida ham jinsini, ham yoshini, ham kayfiyatini ifoda qilar ekan mana shu o'rdaklar. Va yana bir qiziq fakt, ham o'rdaklar ucha oladi, ham suza oladi, ya'ni universal parranda hisoblanadi. Bu faktlarimiz bejiz aytilayotgani yo'q. Biz Andijon viloyati Marhamat tumani Ko'tarma qishlog'idamiz. Bu yerda Islombek Otajonov degan bir yigit o'zi tashabbus qilib, mana shunday o'rdakchilikni yo'lga qo'ygan. Tomorqasini adog'idagi zaxkash yer. Mana shu yer ishoning bundan 6 oy avval tashlandiq bir yer bo'lgan. Ya'ni qamishlar o'sib yotgan, balchiq bo'lib yotgan, botqoq bo'lib yotgan bir joy edi. Islombek o'zi tashabbus bilan chiqdi va bugun mana shu yerni o'rab olib, obod joyga aylantiryapti. Eng qizig'i bunday joy uzoq davom etadi. Ya'ni uni biznes rejasida buni kengaytirish ham turibdi. Hozir mana Islombekda 300 ta o'rdagi bor. Ana shu 300 ta o'rdak qisqa fursatda 200 ta jo'ja ochib chiqqan. Tasavvur qilyapsizmi? Ya'ni 1-2 oyda kichkinagina jo'ja katta o'rdakka aylanadi. Ya'ni tez daromad keltiradigan biznes hisoblanadi. Ha aytgancha bu yerda boru biznesda bir nechta shakllarini ko'rish mumkin. Nafaqat o'rdakchilik. Bu yerda mana shu suvda ostida baliq ham bor. Endi u tovuq ham parvarish qilmoqchi va ekoturizmni yo'lga qo'ymoqchi. Ana shunday biznes rejalar bilan tanishamiz. Beh, 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 beh. Beh, 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 beh. Qani ketdik bo'lmasa. Mana men ortimdan ergashadi bular. Qarang, kelinglar. Mana ortimdan ergashib keladi. Mana kelinglar. Men juda ko'p eshitganman-da, parranda 7 xazinani bir deymiz. Siz mana amalda qilib ko'ryapsiz-da, bu qanchalik bu xazina bo'la oladi? Aka, bu yil 2025-yilda o'zimiz tashabbus bilan chiqdik. Bu o'sha mahalliy Agrobank tomonidan 50 million institutga kiritilgan. Bu yer oldin dastlab holat tashlandiq holatda edi bu yer. Mana shu joy-a? Ha. O'zimiz tashabbus bilan chiqib shu yerda bir obod qilish va shu oilalar kambag'aldan chiqarish. Shu kambag'al oilalar farzandlar ish bilan ta'minlash bo'yicha biz ham ozgina hissamizni qo'shishga harakat qildik. Bu yerda 300 ta o'rdak bor. Parrandachilikdan bir qatorda tovuqchilikka ahamiyat berganmiz. Hozir jo'jalarimiz boqilyapti, tayyorgarlik ko'rilyapti aka. 500 ta jo'jamiz olib kelgan. Shundan 300 nafari aka Andijon qora tovuqi tuxum go'sht yo'nalishiga, 200 nafari Yevropaning shu Astropit Ruminiy zotli qora tovuqlari. Bular asosan tuxum go'sht yo'nalishiga va shu tuxum mahsulotlarini o'rdak go'shti va tuxumi bilan shu ichki bozorimizga, mahallamizga shu yetkazib berish. Bu yer tashlandiq joy edi dedingiz-da, qanaqa buni sun'iy ko'l qildingizmi keyin? Ha, aka, oldin o'zi bu yer shunday holatda ediki, suvli bor edi, lekin qarovsiz holatda edi. Shuning uchun biz endi bu yerga mana joylarimizni joriy qildik va o'zimiz mablag'iga o'radik. O'rab shu parrandalar chiqib ketmaydigan qilib va bu yerda xudo xolasa ekozonaga aylantirish maqsadi. Biz rejamiz shunaqaki, bu yerda nafaqat bu o'rdakchilik, tovuqchilik yo'nalishida to'xtab qolmaslik, bu yerda o'zimizni biznes rejamiz bor. Bu yerda keyingi yillardan xudo xolasa bu yerda xizmatni yo'lga qo'yish. Ya'ni shu oilaviy kelib, shu dam oladigan joy. Farzandlar bilan kelib, xudo xolasa keyingi yilga rejalashtirib turibmiz. Mana shu yerda avvalo birinchi o'rinda mahallani va har vaqt kelib bemalol hordiq olib, dam olib ketadigan shu mavsumiy bir ekoturizm shunaqa. Bir xomchotini qilib ko'rdingizmi? Masalan, bu biznesning daromadlari qanaqa bo'ladi ertaga? O'rdaklarimiz bozor narxida 100 mingdan 300 minggacha. Bitta o'rdak narxi. Bitta o'rdak narxi. Tuxumimiz 5 ming so'mdan 7 ming so'mgacha. Bundan tashqari tayyor mahsulot qilib pishirib berish yoki shu xalq dasturxoniga qo'yishi go'shtini o'zi 100 mingdan 130 minggacha. Demak, siz ham tuxum yo'nalishda, ham go'sht yo'nalishida ishlayapsiz. Bugun ham qandaydir bir natijalar bormi? Daromad, mana jo'jalar ko'payib ketdi. O'zingiz ochtirdingizmi? Aka, bular bir dastlabki shu biz tuxumlarimizni olib o'zi ochirmaydi, faqat tuxum tug'diryapmiz, inkubatoriya orqali jo'jalarni ochirib kelyapmiz. Bu yerda maqsad bu yerda vaqtini olmaslik. Bu tuxumini qilib bersa, tayyor inkubatoriyada ochirib kelyapti. Bugungi kunda hozir mana shu yerda 200 ta jo'ja. Va shu erta bahordan beri ochgan jo'jalar birinchi partiya emas. Bu tez ko'payadimi? Tez ko'payadi. 50 ta g'ozimiz ham o'zi inkubatoriyadan chiqib keladi. Men shu o'zimizda anaqa ham g'oz, har xil parrandadan nimaki zoti bo'ladigan bo'lsa, hammasini ko'paytirish maqsad shu. Tovuq, g'oz, o'rdak hammasi. Hammasidan. Chunki joyimiz keng. Bundan tashqari mana joylarimiz qilingan, tovuqimizga joylarimiz tayyor, o'rdaklarimiz joylarimiz tayyor. Xudo xolasa bu yerda rejamiz katta.
Chunki Agrobank tomonidan 50 million inspektor degan bo'lsa, endi aka buni yana ham kengaytirish. Siz o'zi qachon boshladingiz buni? Bu yil 2025-yil yanvar oyida, yilni boshidan boshlaganmiz. Ha, haligi ajoyib hayolparast degan filmda quyon boqib boy bo'lib ketishni orzu qiladi-ku Baxtiyor Ixtiyorov. Bu hobbi aka. Bizga avvalambor endi to'g'ri nimadir natija qilish kerak. Ertaga misol uchun davlat bizga misol ishonib pulni beryapti, aka uni iqtisod qilib joyiga qo'yish kerak. Bu kredit bo'lgan bilan uni vaqtida to'lash kerak aka. Buni yemi bor misol uchun 1 yil, 2 yil vaqt ketadi. Undan keyin xudo xolasa sekin plyus tomonga yurish boshlanadi. O'zi siz bir iqtisodchimisiz deyman, Men o'zim maktabda rahbar bo'lib ishlayman. Ha, o'qituvchiman aka. Aka bu yerda aka eskidan men otamga aytib yurardim, mana shu yerda bir o'rdak qilsak. Biroz hali hobbilikka, bir boqa bir miyani dam oltirgan. Keyin bir niyat xolis ekan amalga oshib ketib qoldi. Bundan tashqari aka bu yerga balig'imizdan tashalgan aka. ha, buning ichida baliq Balig'im bor aka. Bitta baliq yo'nalishiga ahamiyat berganmiz. Hozir o'sha belamur biz mahalliy tilda oq baliq deb qo'yadi, oq baliqni tashlagan. Ikkita zotli baliq tashalgan. Bu ikkalasi bir-biriga foyda keltiradi. Foyda keltiradi aka. Bir-biriga haligi zanjir deydimi, nima deydi? Masalan deylik, bundan chiqqani unga oziqa bo'laveradi. Oziqa bo'laveradi, aka. Demak, o'zingiz aytganingizdek, ekoturizmni rivojlantirish uchun zo'r sharoit bor ekan. Xudo xolasa aka, bu yilda o'zida shu darajaga keltirdik. 3 oy, 4 oy ichida. Keyingi yil xudo xolasa aka yana ham haligi dekorativniy daraxtlar ekamiz aka. Ekozona qilamiz xudo xolasa. Birov kelsa bunday aylanib dam oladigan haligi zonaga aylantirib, chiroq qilib aytmoqchi ekoturizm deydimi, shunday narsani yo'lga qo'yamiz. Hozir ma'lum qismini boshlabsiz-da. Agar bu davom etadigan bo'lsa, mahalladagi mana hamqishloqlaringizda ish bilan ta'minlanish uchun ham zo'r sharoitda. Albatta, aka bu yerda agar biz o'z rejamiz bo'yicha biz rejani 3 yillikka olganmiz-da. 3 yil ichida aka bizni hisob kitobimizda 15 ta odam ish bilan ta'minlanadi bu yerda. Unda ham ishga olinadiganlar qalay? Maktab bitiruvchilari, kambag'al oilaning farzandlari. Maqsad kambag'allikdan chiqarish. Shuning uchun kambag'al oilaning farzandlarini aka hozir ham repetitorga sharoit qilib beramiz aka. Ham ish bilan ta'minlab beramiz aka. Men hisob kitobim bo'yicha agar misol uchun 10 ta odam ish bilan oladigan bo'lsam, cherezdin ishlaydigan bo'lsa, kuniga o'rtacha 100 ming so'mdan osib 15 kunda 1,5 million pul degan. Bugungi kunda bitta o'quvchi bir oyda 500 bitta fan uchun 500 ming rasxod qiladi. Hisob kitobim bo'yicha 500 ming. Vaholanki aka 1,5 million oylik bo'lib tursa 15 kun ichida 3 ta fan u degani, u bola degani tayyor. Oliy ta'limga tayyor degani. Yashang. Chunki uni nazorat ham, uni haliga bo'sh yurgan anaqa emas, imino maktab bitirayotgan 11-sinf o'quvchilar. Pedagogchi tadbirkor bo'lganini shunisi yaxshi-da. Ya'ni haligi insoniy gumanizm g'oyalari yaxshi bo'ladi-da. Shunday. Endi aka bitta narsada bu maqsad hayotga bir marta kelamiz-da. Yaxshi yashash uchun albatta qo'shimcha biznes ham qilish kerak. Qilish kerak. Maqsad shu aka. Bu aka ikkita odamni ish bilan ta'minlab, ikkita odamga yordam bersa, aka rahmat narsa bizga shu yetadi aka. Shuda ro'zg'origa ozgina bir daromad kirib borsa, qanday katta. Nechta odam keladi aka, bu yerga kirib biz misol eshigimizni ochib qo'yganmiz. Bizda unaqa narsa bo'lmaydi, hali ekishlik, bekitib unaqa narsa. Odam kelib, men yerda mana kelib qalanchalarda uchib, so'rida o'tirib aka bemalol gaplashib o'tirib, bir aylanib, miyani dam oltirib ketaveradi. Ertamanda misol mahallaning ayollari chiqadi. O'sha 4 ta bo'lib chiqib, tomosha qilishadi, bolachalar keladi aka. Musur tashalib, tashlandi joydagi ozgina bo'lsa ham obod qilsak, har tomonlama insonni o'zimcha bag'ridalar ochiladi aka. Albatta, obod qilsangiz, undan odamlar manfaatdor bo'lsa, shunda yotgan joy edi-da mana, qanchasi yotibdi ham. Sizga borib bu yo'lda juda katta sabot tilaymiz, muvaffaqiyat tilaymiz-da. Biz mening tomorqam ko'rsatuv ijodkorlari sizga o'xshagan insonlarni kashf qilishdi va ko'rsatishdi va odamlarga namuna qilishni istaymiz. Chunki xalqimiz ko'rganiga ishonadigan xalqda. Ha, shunday. Bu lekin hamma narsa realniy narsa. Hammasining orqasida bitta narsa mehnat yotibdi. Mehnat aka. Bu narsalar o'zidan o'zi bo'lgan yo'q misol uchun. Marhamat tumani Agrobank bankiga ham katta rahmat aka. Nima yordam qildi sizga? Bu aka mana shu ishimiz boshlanishga 50 million investitsiya kiritib bergan aka. ishlarimiz yurishib ketdi, ularni o'zimiz davom ettirdik aka. Endi Agrobank ham sizga o'xshagan insonlarga yordam berishni o'zini nima deydi, katta amoli deb bilyapti. Sababi qani? Bankdan kredit olsa-da mana shunday ishlar qilsa, natija ko'rsatsa. Endi qarang, siz hozir o'qituvchiman dedingiz-da. Siz kitobning qadrini hammadan ko'ra yaxshiroq bilasiz-da. Chunki kitob bilan shu damgacha yetib kelgansiz, sizning muvaffaqiyatlaringiz zamirida ham ayni shu narsa turibdi. Biz ham sizga kitob sovg'a qilsak nima deysiz? Xursand bo'lamiz. O'qituvchiga kitob sovg'a qilsak bu nima deydi? O'zimning kitobni ichida bo'lsam, yana menga kitob berasizlarmi demaysizmi? Biz aka bu kitob inson yaxshi narsa, eng yaqin do'sti bu. Kitobga qarang. Bu faqatgina biznesni rivojiga xizmat qiladigan kitob. Mana shu Agrobook loyihasi 40 ta to'plam. Ichida tomorqa bilan shug'ullanaman desangiz ham, daraxt ko'chat yetishtiraman desangiz ham, mana biz ko'rib turgan bizneslarni ham rivojlantiraman desangiz, katta bir ilm jam bo'lgan buning ichida. Rahmat, e'tibor uchun. Vaqt topib albatta o'qing. Xudo xolasa. Yaqinlarga ulashing.
Xudo yaqinlarga xohlasa, ulashing. Masalan, istalgan kitobni hozir olib ko'radigan bo'lsak, albatta kim uchundir naf keltiradi-da. Albatta. Masalan, olma daraxtini parvarishi deysizmi? Mana deylik, yer yong'oq ekanman deysizmi? Malina ham bormi aka buni ichida? Malina ham bor. Uzum ham bor. Uzum ham bor. Bizga shu narsa kerak. Albatta bor. Bizni keyingi biznesimiz mana shu aka. Malina bilan uzumchilik yo'nalishida. Ha, demak, keyingi biznesingiz uchun xamirturush bo'ladigan Xudo xohlasa. ilmni sizga tashlab ketamiz. Boringizga shukr aka, xursand. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Bu o'tda yonmaydigan, suvda cho'kmaydigan eng katta bebaho boylik bu. Sizga mana shu kitoblar to'plamini sovg'a qilamiz va bizdan Agrobankdan bu esdalik sizga. Aka, rahmat. Yanagi safar kelganimizda sizni biznesingiz mana shu haligi xalqimizda yaxshi gap bor-ku, dasturxoningiz bo'yiga ham, eniga ham kengaysin Xudo degan. xohlasa. Sizni ham biznesingiz bo'yiga ham, eniga ham kengayib ketganda kelamiz Aka, albatta. Xudo hamisha eshigimiz ochiq aka. Bu yoshlarga yaratib bergan prezidentimizga katta rahmat aka. Bizni qo'llab-quvvatlagan mana shu rahbariyatimizga, bank xodimlariga ham katta rahmat aka. Bu bitta insonni yaxshi ishini qo'llab-quvvatlash, unga motivatsiya berishcha, yordam berish hammaning ham qo'lida emas. Faqat yuragida o'ti bor, ko'zida bir chaqmog'i bor insongina qilishdi kerakda. Xudo xohlasa bu boshlanishi. Bizning 3 yillik, undan keyin 5 yillik rejalarimiz bor aka. Strategiyangiz bor. Ha, shunda aka, unda aka 5 yillik rejamizda buni kerak bo'lsa o'rdak go'shtini, kerak bo'lsa boshqa viloyatlarga, respublikaga tarqatib berish. qiladigan darajaga Maqsad yetasiz. shu. Bu yilda o'zi 300 ta, 500 ta o'rdagimiz bo'lsa aka, 2025-yil oxirigacha buni 2000 ta, 2,5 mingtaga chiqarish aka. Bizni ko'zimiz yetadi. Sizni shashtingizdan Xudo xohlasa aka. Maqsad shu. Necha bo'lsa ham xalqqa yordam berish, ozgina bo'lsa ham shu yoshlarni kambag'al oilalar farzand ishlarini Siz hozir mana davlatni qo'llab-quvvatlayotganini juda ko'p aytdingizda. Davlat ham bugun siyosat shuki, shuni anglaymizki, sizga o'xshagan insonlarni kashf qilish, sizga o'xshagan insonlarni deylik, jamiyatda deylik, o'rnini topishi uchun ko'maklashishda. Bu katta ish bu aslida. Banklarimiz ham shunga bosh qo'shyapti-da. Siz ishlaringizga omad tilaymiz. Rahmat. Mana jo'jalaringiz bir pasda ko'payib ketibdi. Bularning soni yanada ortsin. Salomat bo'ling.